Kuzatuvchilar, o'zimizni Go'zalkentdagi ko'rikdan o'tgandagi Yorqul akani xonadonini tugatdik, hurmatli kuzatuvchilar. Mana betonni ham mana chiroyli qilib mana. Yaxshi. Yaxshi. Ha, shu bergan pulingizga, tizingizga rozimisiz? Rahmat. Rozi. Uyda egasi Navisimiz ham mana. Polni beton. bir xil variantda, oppoq variantda qilib chiqarib bergan. Joydi kvadrati почти 300 kvadrat joydi kvadrati. O'rtaga bitta katta qilib oppoq qilib turib, svetilnikni joylashtirib berganmiz. Uzun doska. Ya'ni yana ham skromni, polni rim stoykalar mana uzun bo'yiga rim stoykalar ustini korplar bilan chiqarib berganmiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hammasi sog' salomat, yaxshilab bo'lyaptimi? Hurmatli kuzatuvchilar, o'zimizni Go'zalkentdagi ko'rikdan o'tgandagi Yorqul akani xonadonini tugatdik, hurmatli kuzatuvchilar. Qani ketdik. Bitta birinchi o'rinda chornesini ko'ramiz. Taklari beton, ya'ni plitka, polni beton plitkalarni ham chiroyli qilib chiqarib berganmiz. Qani ketdik. Birinchi o'rinda bitta chornesini ko'rak. Qani ketdik chornesi. Mansur akani xonadonini boshlaganmiz, hurmatli kuzatuvchilar, e'tibor qilamiz mana. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu joylar mana o'zi tayyor, darvozalar qo'yilgan, shuvoqlar tayyor, lekin hurmatli kuzatuvchilar, mana chorni holatiga e'tibor qilamiz. Baribir uyni qancha chiroyli bo'lishiga sabab, hurmatli kuzatuvchilar, tunikafon ishimiz baribir chiroyli bo'ladi, uyni chiroyiga chiroy qo'shadi. Bu 100% mana. Hurmatli kuzatuvchilar, chorni holatini ko'rsatishimizdan maqsad xullas uyni chiroyiga qanchalar chiroy qo'shadi, qanchalar uyni vidiga vid qo'shadigan qilib chiqarib beramiz har doim. Shuning uchun chorni holatini ko'rsatib o'tamiz mana. Uyni orqa tarafi, e'tibor qilamiz, uyni orqa tarafi oppoq rangda chiqarib beramiz. Bundan tashqari mana ustalar o'zi ish jarayonini boshladi. Darvozaxona mana. E'tibor qilamiz, darvozaxonamiz ham juda katta, 7,5 metrga 12 metrli darvozaxonamiz juda ham katta. Bundan tashqari tepalar plita, ya'ni beton. Mana betonni ham mana chiroyli qilib mana o'zi iplar tortilib, mana nulovkalar olinib, ish jarayoni boshlandi, lisalar taklandi, hammasi bu materiallar kelgan mana. Hamma tarafi ideal variantda. Bundan tashqari darvozaxonani e'tibor qilamiz. Bundan tashqari oldi taraf navisga ham mana e'tibor qilamiz. Navisimiz ham mana polni beton. Polni bundan tashqari rigillarga e'tibor qilamiz. Mana bu rigillarni mana polni mana e'tibor qilamiz. Juda ham akkuratni, skromni qilib oppoq variantda, ideal variantda qilib chiqarib beramiz. Polni mana объемga juda katta объем, joydi kvadrati почти 300 kvadrat, joydi kvadrati почти 300 kvadrat. Hurmatli kuzatuvchilar, mana darvozaxonalarimiz ham juda katta. Mana polni, mana bu rim stoykalarni ustini ham akkuratni qilib chiqarib beramiz. Uyni yonbosh taraflari ham mana uyni aylana bo'yiga mana shapkalarimiz. Mana bu tarafimizda ham shapkalari mana. Hurmatli kuzatuvchilar, uyimiz chiroyiga qanchalar chiroy qo'shadi ko'ramiz. Qani ketdik. Mana. Chornesini ko'rdilaringiz, hurmatli kuzatuvchilar. Ishimiz вообще idealni, bir xil rangdagi, bir xil oppoq rangdan chiqarib berganmiz. Uyni egasi Yorqul aka. Aka, ustalardan ko'nglingiz to'ldimi ishdan? Rahmat ustalarga. Ha. Ishi yaxshi. Yaxshi. Ha. Shu bergan pulingizga, tizingizga rozimisiz? Rahmat. Rozi. Uyni egasi. Ha, uyni egasi shu. Yaxshi ishlatinglar. Ha, hammasi chotki, davilin. O'g'li Rossiyadan turib bizlarni ko'rib, bizlarga aytgan edi, men chiroyli qilib tugatib berdik. Qani ketdik, ishni bitta ko'rib chiqamiz. Uyda orqa taraf, hurmatli kuzatuvchilar, orqa taraf, yonbosh, oldi taraflarni oppoq qilib chiqarib berganmiz mana. E'tibor qilamiz, oppoq, boshqa rang aralashmagan, skromni, bir xil variantda, oppoq variantda qilib chiqarib berganmiz. Uyda orqa taraf shapka, uyda aylana bo'yiga shapkalar bo'lgan. Endi darvozaxonaga bitta baho beramiz. Mana idealni bir xil oppoq rangda
Bu burchakda mana burchaklarga e'tibor qilamiz. Plafonni joyini taylab ketganmiz. Burchakka kabel chiqarib berib ketganmiz. Plafon qo'yiladi. O'rtaga mana plafon qo'yadigan joylar oddinni lotoklarni bo'linma qilib, chiroyli qilib shestigranni qilib chiqarib berganmiz. Bu burchakka ham mana plafon qo'yilib, mana ideal variantda kabellar chiqarib berib ketganmiz. Bundan tashqari darvozaxona bundayga enli bo'lganiga o'rtaga mana idealni qilib latoklar bilan bo'lib, plafonlar hali bu uylarda plafon qo'yib, tramvitrlar bo'lgandan keyin vapshimimi ochiladi, hurmatli burchaklar mana ideal variantda. Bundan tashqari o'rtaga bitta katta qilib oppoq qilib turib, svetilnikni joylashtirib berganmiz. Bitta baho beramiz. Vapshi idealni juda katta. Mana bu hozir shuni videoda kichkina ko'rinyapti. Mana buni bitta razmerini aytib bersak, 3 metr pashti bundaysiga. Mana shundayga pashti 3 metr, bundayga ham 3 metr juda katta narsa. Videoda kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Shu razmerini aytib o'tib ketyapman. Hurmatli kuzatuvchilar, darvozaxona ko'bikcha qilib berganmiz. Ayvon tarafga uzun doska qilib berganmiz. Mana e'tibor qilamiz. Uzun doska. Ya'ni yana ham skromni ham insiz bo'lganiga kubikcha kam ketsa va uncha vet bermasligi uchun uzun doska qilib berganmiz. Bo'linmalarni konkretni qilib, bu yana ham ishni chiroyiga bu klassika variant. Ya'ni hozir ko'pchilik uylarda yevro remont qildiryapti, ya'ni oppoq qilib turib, bizlar ham shu bugundan boshlab bitta nom berdik. Mana shu fasonga yevro variantdagi tindikafon ishimiz. Yevro variantdagi oppoq, yevro variantdagi, ya'ni bo'linmalar hamma taraf boshqa rang aralashmaganiga yevro variantdagi tindikafon ishimiz deb nom berdik. Bundan tashqari korplar mana e'tibor qilamiz korplarga. Polni rimstoykalar mana uzun bo'yiga rimstoykalar istini korplar bilan chiqarib berganmiz. Vapshi idealni bo'lib chiqqan. Uyda shapkalari oldi taraf mana korplarni polni chorniy holatini ko'rgansizlar. Chorniy holatida polni plita bu beton tagi. Polni betonni ham mana chiroyli qilib tindikafon qilib berganmiz. Oppoq rangda, boshqa rang aralashtirmay, hamma tarafni oppoq rangda qilib chiqarib berganmiz. Endi narx-navosiga kelamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, narx-navosi. Ya'ni 1 kvadrat tunikaga 140 ming so'mdan qilib berdik. Hamma narsa ichiga kirdi. Uyda egasidan faqat ustalarimizga choy bo'ldi. Mana shunday holatda qabul qilib, bitta cho'kam olib bermadi, to'g'rimi? Yorqul aka? Hech nima olib bermadingiz, faqat tunikani kvadratiga 140 ming so'mdan pul berdingiz, ustalarga choy qilib berdingiz, to'g'rimi? Hurmatli kuzatuvchilar, uyda egasidan hech nima kerak emas. Lisa, tunika, rika, samaris, ustonovka, bitta samarizgacha olib kelib, mana shunday qilib chiroyli qilib chiqarib berdik. Uyda egasidan faqat ustalarimizga choy, pulni sanadi, bo'ldi. Mana shunday qilib chiroyli qilib tugatib berdik. Mana shunday ishlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringizlar. Ekrandagi Telegram, WhatsApp, imo raqamlarimiz har doim aloqada. Bemalol aloqaga chiqaveringizlar. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.